Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan qandli diabetda ko'pchilik bemorlarni qiynaydigan, ya'ni holatlardan biri, ya'ni tez-tez siyish. Qandli diabetda bu aynan qachon kelib chiqadi va buni sistitdan, ya'ni siydik yo'llari infeksiyasidan qanday farqlash mumkin va buni qanday qilib oldini olish mumkin? Shular to'g'risida batafsil gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Sizga video manfaatli bo'ladi. Xo'p, qandli diabetda tez-tez siyish bu nima hisobiga kelib chiqadi? Qandli diabetda qondagi qand miqdorining oshishi, ya'ni ko'p holatlarda 10 dan baland bo'lishi buyraklar siydik bilan glyukozani chiqarishga harakat qiladi. Bu organizmning himoya reaksiyasi hisoblanadi. Biz organizm yillar davomida qandli diabetga o'sha qondagi qand miqdorining oshishiga moslashgan va sizda agar qondagi qand miqdoringiz deylik 10 dan baland bo'ladigan bo'lsa, bu ortiqcha glyukozani organizmga zarar qilmasligi uchun organizmning himoya mexanizmi ishga tushadi va o'sha ortiqcha sahrni siydik bilan buyraklar tashqariga chiqarib yuboradi. Xo'p, endi bu glyukozani siydikka chiqishi nimani anglatadi? Glyukoza biz bilamizki, bu konsentratsiyasi yuqori bo'lgan mahsulotlarga kiradi, ya'ni o'sha sizdagi o'sha ortiqcha suyuqlikni o'zi bilan biriktirib tashqariga siydik bilan chiqarib yuboradi. Ya'ni qondagi deylik ortiqcha suyuqlikni tashqariga chiqishiga olib keladigan narsa. Buni poliuriya deb ataladi, meditsinada terminiga oladigan bo'lsak. Bundan tashqari qondagi o'sha qand miqdorining oshishidan siydikda glyukoza hosil bo'ldi deylik. Normada o'zi sog'lom odamda siydikda umuman glyukoza bo'lmaydi. Siydikda glyukozani bo'lishi u yerda infeksiyani tez ko'payishi, o'sha bo'lib turgan infeksiyani tezroq rivojlanishiga olib keladi. Shuni natijasida bu o'sha siydik yo'llarida infeksiyani o'sha kuchayishi, sistitlarni bo'lishi, pilonefritlarni bo'lishi va boshqa o'sha infeksiyani kasalliklarni chaqirishi mumkin. Xo'p, endi qandli diabetda o'sha qondagi qand miqdori oshmasdan turib sizda boshqa o'sha siydik yo'llari infeksiyasi hisobiga bo'lishi mumkin. Buni qondagi qand miqdorining oshishidan kelib chiqqanmi yoki siydik yo'llar infeksiyasidan qanday farqlash mumkin? Buni oddiy farqlash mumkin. Ya'ni qandli diabetda agar o'sha qand hisobiga bo'ladigan bo'lsa, bemorlarda tez-tez siyish va ko'p miqdorda o'sha siydikni hajmi ko'p bo'ladi. Bu sistit hisobiga siydik yo'llari infeksiyasi bo'lsa, unda tez-tez og'riqli va siydikda hajmi juda ham oz miqdorda bo'ladi va lojni tez-tez chaqiruvlar bo'ladi. Bundan tashqari qandli diabetda o'sha siydikda hidlanish bo'ladi, ya'ni aseton hidi kelishi mumkin va siydik ko'pirib ketadi. Sistitda bo'ladigan bo'lsa, bu juda ham noxush hidlarni kelishi, asetondan tashqari boshqa hidlarni kelishi va o'sha siydik yo'llari infeksiyasida kelib chiqqan siyishda siydikda rangi ham o'zgaradi. Qandli diabetda o'sha kelib chiqadigan o'sha tez-tez siyishda siydikda rangi ko'pincha sarg'imtir rang bo'lishi yoki o'sha prozrashni tiniq holatda ham bo'lishi mumkin. Bundan tashqari o'sha siydik yo'llari infeksiyasidan kelib chiqqan tez-tez siyishda bu o'sha qorinda pastki sohalarda, qo'q sohalarda vaqti bilan diskomfortlarni bo'lishi va og'riqlarni berish kuzatiladi. Qandli diabetda esa bu og'riqlar bo'lmaydi. Endi qandli diabetda asosiy o'sha bezovta qiladigan narsa bu kechki o'sha siyishni ko'payishi, ya'ni kechasi bemorlarni bezovta qilishi. Nega aynan qandli diabetda kechasi bemorlar ko'p siyadi? Chunki o'sha biz hozir asosiy ovqatni biz kechga mo'ljallaymiz. Bemorlarda asosiysi kechki ovqatga yaxshi o'sha urg'u berishadi va kechki ovqat yeyilgandan keyin uxlagandan keyin u qonga so'rilib, qondagi konsentratsiyasi glyukoza oshadi. Mana shu oshgan glyukozani organizm chiqarishga harakat qiladi. Shuni hisobiga siydikda o'sha glyukozani miqdorining ko'payishi bu bemorlarda kechasi bezovtalikka olib keladi. Agar sizda qandli diabet bo'ladigan bo'lsa va siz tez-tez hojatga chiqayotgan bo'lsangiz, sizga bu aslida organizmning signal hisoblanadi. Ya'ni o'zi normada umuman siydikda glyukoza bo'lmasligi kerakdi. Deylik sizda siydigingizda glyukoza chiqyapti. Bu oddiy tilda aytadigan bo'lsak, buyraklaringizni qurishiga nefropatiyani chaqirishi mumkin. Va keyin sizda bu diabetik ketoasidoz, ya'ni keton hosil bo'lishi
Bu sizda o'sha orqaga qaytmas, o'sha o'lim holatiga ham olib kelishi mumkin. Ya'ni siz tez hojatga chiqyapsizmi? Albatta qondagi qand miqdoringizni tekshirishingiz kerak va bundan tashqari albatta parhezga rioya qilishingiz kerak. Suv balansiga ham albatta e'tibor bering. Ya'ni qandli diabet bor, siz tez hojatga chiqyapsiz. Siz suv ichishni kamaytirmang. Siz me'yorida 1,5-2 litr suvni davom etkazing. Faqat siz o'sha nimaga ko'p seyayotganligingizda etiologiyasi, ya'ni o'sha sababini aniqlashingiz kerak. Bu yerda ortiqcha sahr hisobigami yoki ortiqcha sahr hisobimi sidik yo'llar infeksiyasi yoki ikkalasini birgalikda kelish holati ham bo'lishi mumkin. Bir yoqdan o'sha sidik yo'llar infeksiyasi, bir yoqdan o'sha qondagi glyukoza miqdorining oshishi. Bu sizda siydik yo'llarda doimo infeksiyalanishiga, bundan tashqari boshqa kasalliklar, erkaklarda prostatitlarni chaqirishi, ayollarda boshqa o'sha vagina bilan bog'liq bo'lgan boshqa kasalliklarni chaqirishi mumkin. Xo'p, endi bunday holatni qanday qilib davolash mumkin? Qanday qilib o'sha tez yeyishdan xalos bo'lish mumkin qandli diabetda? Birinchi navbatda sizda o'sha qondagi qand miqdoringizni tekshirishingiz kerak. Qondagi qand miqdorini tekshirganingizda deylik sahringiz o'sha och qoringa bo'ladimi, to'q qoringa bo'ladimi, undan baland ko'rsatkichda ko'rdingizmi? Demak, bilingki, sizning siydik yo'llaringizda o'sha siydikda glyukozaning chiqishi aniq bor. Va sizda mana shu sizni tez hojatga chaqiryapti. Bundan tashqari siz albatta oddiygina umumiy siydik analizini topshirishingiz kerak. Bunda o'sha siydik yo'llarida bakteriya bor yo'qligi ko'rinadi. Bundan tashqari o'sha albuminlarning miqdori, ketonlarning miqdori sizga aniq informatsiya beradi. Ya'ni buyraklaringiz zararlangan, zararlanmaganligini, siydik yo'llarda infeksiyasi bor yo'qligini ko'rsatib beradi. Va keyingi etap bu albatta siz ichib yuradigan gazli ichimliklar. Bu shirin bo'ladimi, shirin bo'lmaydimi? Gazli ichimliklar hammasini siz chiqarishingiz kerak qandli diabetda. Nega qandli diabetda gazli ichimliklar xavfli? Siz shuni esdan chiqarmang. Gazli ichimliklar bu oshqozon ichakka tushgandan keyin oshqozon ichaklar kengaytirib yuboradi. Hajm jihatdan kattalashib ketadi. Hajm jihatidan kattalashgan a'zo sizdan ovqatni ko'p talab qilishni boshlaydi. Shuni natijasida siz to'yish hissingiz kamayadi, nimadir yegingiz kelaveradi. Va keyin yana siz e'tibor beradigan jihat, ya'ni qandli diabetda tez yeyasizmi, shaxsiy gigiyenaga ham albatta amal qilishingiz kerak. Ya'ni sovuq suvga cho'milmaslik, sovuq suvga tahorat olmaslik yoki cho'milgandan keyin tahoratdan keyin sovuq uyda qolmaslik, sovuq kiyimlarni kiymaslik va iloji boricha o'sha doimo yuvilgan, o'sha dazmollangan kiyimlarni kiyishga odatlanishingiz kerak. Chunki bu elementarniy narsalar ham sizda o'sha ko'tariluvchi infeksiya hisobiga yana tez hojatga chiqarishlarni keltirib chiqarishi mumkin sizda. Va oxirgi, ya'ni etap, siz o'sha sababini aniqladingiz, ya'ni o'sha qondagi qand miqdoringizni tekshirdingiz. Qondagi qand miqdori yuqorimi? Albatta endokrinolog bilan qondagi qand miqdorini tushirishga harakat qilishingiz kerak. Bu birinchi etap. Va keyin umumiy siydik analizni topshirdingiz. Siydik analizda glyukoza chiqyapti. Albatta doimiy ichib yuradigan dorilaringizni korreksiya qilib, sahringizni maksimal 10 dan pastga tushirishga harakat qilishingiz kerak. Bu och qoringa bo'ladimi, to'q qoringa bo'ladimi? Keyin navbatda siz umumiy siydik analiz topshirdingiz. Siydik yo'llaringizda infeksiya chiqdi, bakteriya plus chiqdi, leykositlar yuqori chiqdi, eritrositlar baland chiqishi kuzatildi. Bunda albatta shifokor bilan maslahatlashib antibakterial terapiya olishingiz mumkin. Ya'ni antibiotiklarni bu yoqda ko'z ko'rona ichish mumkin emas qandli diabetda, chunki ba'zi bir antibiotiklar jigarga, buyrakka yoki boshqa a'zolarga negativ ta'sir qilishi mumkin. Va bundan tashqari o'sha keyinchalik surunkali o'sha qaytalanmasligi uchun har xil fito choylar bor, ya'ni buyrak choylari bo'lishi mumkin yoki o'tlardan tayyorlangan dori vositalarini shifokor bilan vaqti bilan ichib tursangiz bo'ladi. Bunga ko'pchilikka tanish bo'lgan dorilar bor, masalan, kanefron bo'lishi mumkin, siston bo'lishi mumkin yoki boshqa uralistan bo'lishi mumkin. Ularni shifokor nazorati bilan ichib yursangiz, sizda o'sha siydik yo'llar infeksiyani qaytalanishi, bundan tashqari qondagi qand miqdorini o'sha normallashtirishda ham yaxshi ishtirok etadi. Yana bir narsani siz esdan chiqarmasligingiz kerak. Qandli diabetda siz ichib yuradigan ba'zi bir dori vositalari, ba'zi bir ichib yuradigan dori vositalaringiz sizda o'sha siydikda glyukozani hosil qilishi mumkin. Bu o'sha davleniyada ichiladigan dorilaringiz bo'lishi mumkin. Nerv sistemasiga ichiladigan, boshqa sistemli kasalliklarda yoki даже saharni diabetda ham ishlatiladigan ba'zi bir dorilar gruppalari bor. SGLT2 gruppalari deyiladi. Empagliflozin, dapagliflozin degan dorilar bor.
Bularda o'z asosiy ishlash mexanizmi qondagi sakrni o'sha siydik bilan chiqarishga asoslangan. Lekin bular ham shifokor tavsiyasiga qarab turib, o'sha sizga to'g'ri berilgan bo'lsa, u sizda o'sha tezsiz siyishlarni keltirib chiqarmaydi. Deylik siz o'z-o'zingizdan, o'z boshimchalik bilan dorilaringiz dozasini kattalashtirib yubordingiz, shuni hisobiga glyukoza siydikka chiqib, sizni bezovta qilayotgan bo'lishi mumkin. Albatta siz ichib yuradigan dorilaringiz baribir kirib, instruksiyasiga albatta e'tibor berib qo'ying. Va o'sha endokrinolog bilan albatta maslahatlashib, birinchi navbatda sahringizni normaga olib keling. Agar sizga videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing va sahifamizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Mana shu holatlar kuzatiladigan bo'lsa, albatta bu siydik yo'llarida infeksiya yoki siydikda glyukozani bo'lishi sizga oxirgi signal hisoblanadi. Siz buyragingizdan ajralib qolishingiz mumkin. Tezsiz hojatga chiqish bormi? Albatta sahringizni va o'sha ovqatlanish rejimingizni tartibga olib keling. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr salomat bo'ling.